Phileas Fogg, siz mening jiyanimga uylanmoqchimisiz? Ha, Lord Mace. Unda 80 kun ichida dunyoni aylanib chiqasiz. Buning iloji yo'q. Aylanib chiqamiz. 1000 funtga ma ulgurmaysiz. Kelishdik. Jon kuydirmasang olqishlar qayda? Bilingdagi uylanmasang baxt kunlar qayda? Fix bu yoqqa kel. Xizmatingizga tayyorman, Lord Mace. Foggning 80 kunda aylanib chiqishiga xalaqit qil. Men garovda yutishim shart. Ammo bu yo'lda ulkan sinov bor. Dunyoni 80 kunda aylanmoq kerak. Phileas, ehtiyot bo'l. Amaki mana bu Fixni senga xalaqit bersin deb jo'natyapti. Xavotir olmang. Men Mr. Fog'ning sherigiman. Har qanday Fixni dog'da qoldirib ketaman. Raqiblar ham yo'q emas. Makkor Fix bizga yov, lekin paspartu bor ekan, bo'lolmas u aslo g'ov. Dunyo bo'ylab 80 kun. Hozir bizni sayohatimizning keyingi bosqichiga olib boradigan izvosh keladi. Bugun qayoqqa boramiz, janob? Atranto bandargohiga. Men bitta yelkali kema kapitani bilan gaplashib qo'ydim. U Gretsiya sohillariga ketyapti. Ertaga u yerda poyezdga chiqamiz. Hammasini eshitdingizmi, janob Fix? Har bir so'zini, janob Fix. Rejangiz bormi, janob Fix? Rejam bormi? Rejam bormi? Men Foggning ta'zirini beraman. Birorta alohida narsa olish kerakmi, janob? O'ylab ko'raychi. Bu sayohatda bizga kemani boshqarish qo'llanmasi kerak bo'ladi. Qo'llanmani bizga nima keragi bor? Kemani biz boshqarmaymiz-ku, to'g'rimi, janob? 24 ta termit. 24 ta termit? Alohida kalit. Gibraltardan Afinagacha kemalar jadvali va sham. Sizni tushundim, janob. Biz ketishga tayyormiz. Vaqtida tayyor bo'lding, mana izvosh. To'xta. Kema Atranto bandargohiga bormoqchi edi, marhamat. Janob izvoshchi. Xo'p. Biz Atrantoda ketayotgan kemaga ulgurishimiz kerak, lekin Fix ismli ayol bizga xalaqit qilishni istaydi. Shuning uchun tezroq haydang. Tezroq degani nima ekan? Chaqqon, bir zumda, presto. Vaqtimiz yetarli. Qancha tez borsak, shuncha yaxshi, janob. Bu juda yovvoyi mamlakat menga mutlaqo yoqmayapti. Juda to'g'ri aytding. Bu tog'larda odam zoti deyarli yo'q. Lekin bo'ri va to'ng'izlar juda ham ko'p. Izvoshga hech nima bo'lmaydi deb umid qilaman. Bo'lmas deyman. Ayting-chi, aravakash. Nega kimsasiz joyda to'xtadik? Qoida shunaqa, janob. Bu yo'l hortig'ini chiqarish, otlar ham yo'lovchilar ham dam olish kerak axir. Juda yaxshi fikr. Biz choy ichib olamiz. Ichkariga marhamat, janob. Voy! Qorga tushdilaringmi? Endi kemaga ulgurmaysizlar. Keyingi izvosh ertaga ertalab bo'ladi. Ungacha kema suzib ketadi. Zerikmay o'tiringlar. Tamom bo'ldik, janob. Chiqib ketadigan joy yo'q. Atrofda tirik jon yo'q. Bu hujradan chiqib keta olmaymiz endi. Oldindan qiyinchiliklardan qo'rqadigan odam shubhalanib imkoniyatni boy beradi. Yaxshilab o'ylab ko'raylik. Ma'lumki bu inshoot yog'ochdan qurilgan. Yog'ochni nima yo'q qiladi? Olov. Uni yondirib yuboramizmi? Ichida turib, ha? Esingni yig', paspartu, o'ylab ko'r. Yana nima yog'ochni yo'q qiladi? Ha! Termitlar. Juda to'g'ri. Men kichkina do'stlarimizni qo'yib yuboraman. Ular o'z ishlarini qilishsin.
Prim. Yaxshi ishladingiz, janob Fix. Lord Mays juda xursand bo'ladi. Janob Fixga xat bormi? Minnatdorman. Bu xat xo'jayindan kelibdi. Fokni o'g'irlashni tashkil qildim. Uni kemaga o'tkazib, uzoq dengiz safariga jo'natishadi. U Gretsiya orollarida ancha vaqt qolib ketadi. Seni vazifang Fokni bandargohga soat 5 ga yetib kelishini ta'minlash. Qolgan ishni odamlarim bajarishadi. Bu juda oson, janob Fix. Qiladigan ishni o'zi yo'q, janob Fix. Fok shaharga kelganida ajoyib rejamni amalga oshirib, uni bandargohga jalb qilaman, janob Fix. Siz Fokni tog'da qamab qo'ydingiz, janob Fix. Men yaxshi ishladim, janob Fix. U hech qachon Antrantoga qayerga? Antrantoga kela olmaydimi? Siz ahmoqsiz. Uni qaytarish kerak. Nima? Jin ursin. Hech nima bo'lmayapti, janob. Men hayajonlanyapman. Toto ham hayajonlanyapti. Termitlar sekin ishlashyapti, Paspartu. Lekin natija aniq. Tezroq yugur. Hech qanaqa ish ko'rmayapman, janob. Buning iloji ham yo'q, Paspartu. Termitlar yog'ochni ichidan kemirishadi. Tezda u qog'ozdan ham yupqa bo'lib qoladi. Termitlar inshootlarni bo'sh qilib qo'yishadi. Deyarli yetib keldingiz, janob Fix. Nima qilmoqchisiz, janob Fix? Butunlay o'zgaramiz, janob Fix. Kimga aylanasiz, janob Fix? Masalan, turagentga, janob Fix. Qoyilman, janob Fix. U yer bo'shga o'xshaydi, Paspartu. Tezda bu yerdan qutulib chiqamiz. Bunaqa. Kuki tur servis xizmatingizga tayyor. Kuki mening ismim. Tur servis tirikchiligim. Shunishimcha Atlantoga borishinglar kerak, Buni qayoqdan bildingiz? Jim Toto, to'polon qilma. Men dunyodagi eng yaxshi turagentman. Bugun bu yerda, ertaga u yerda. Mening shiorim shu. O'tiringlar, janoblar, o'tiringlar. Ketdik. Lord Mays aytdiki, ular soat 5 da kelishar ekan. Sayyohlarning qaysi biri fogligini qayerdan bilamiz? Lord Mays aytdiki, Fog har doim baland shlyapa kiyib yurar ekan. Ko'rgan zahotimiz uni tutib qopga tiqamiz. Bortga tashlab dengizga suzamiz. Keyin uzoq suzamizmi? Lord Mays aytdiki, 80 kun daydib suzib yurishimiz kerak. Voy, bu shlyapangiz parchaqlanib ketibdi. Hechqisi yo'q. Kemaga chiqishimiz bilan uni to'g'rilab olaman. Hozir yetib kelishlari kerak. Qara. Ana Fog, baland shlyapani ko'rdingmi? Ko'rinishidan ovsarga o'xshaydimi? Janoblar, juda vaqtida yetib keldik. Kuki tur servisi aniq ishlashi bilan mashhur. Xush kelibsiz. Siz yaxshi ishladingiz. Qancha to'lashimiz kerak? Qayoqqa g'oyib bo'ldi? Tavba, osmonga uchib ketdimi? Uni qidirishga vaqtimiz yo'q. Mana bizning yelkali kemamiz. Vaqtida yetib keldik. Salom, Mr. Fox. Sizlarsiz ketamizmi deb o'ylab turgan edim. Biroz ushlanib qoldik. Endi Gretsiyaga jo'nasak bo'ladi. Ahmoqlar, espaslar, chiqarib yuboringlar, qopni yechinglar, qo'yib yuboringlar dedim. Mana shunisi yaxshi. Tushuninglar. Katta xato qildinglar. Men Fog emasman, Fixman. Aha, sizdan yorligingizni bilamiz. Lord Mays baland shlyapali odamni tushunib yurgan. Xuddi shunaqa. Hech nimani tushunmaysizlar, ahmoqlar. Buni ularni chalg'itish uchun qilgandim. Chalg'itish uchunmish. Juda shubhali, janob Fog. Chalg'itish usuling juda shubhali. Men Fog emasman, Fixman. Fogni ta'qib qilyapman. Fix Fogni aldash uchun shunaqa kiyinib olgan. Fogni yo'ldan qoldirish uchun. Foydasi yo'q. Juda ta'sirli hikoya. O'zing ham kimligingni unutib qo'ygandirsan. Men Fixman. Fix. Men ham Lord Maysga ishlayman. Qanday isbotlaysan? Unga isbot kerak, janob Fix. Endi nima qilasiz, janob Fix? Ularga ishonch qog'ozimni ko'rsataman, janob Fix.
Uni qayerdan olasiz, janob Fiks? Unda telegrammani ko'rsataman, janob Fiks. Lord Maysdanmi? Ha, xuddi shunday, janob Fiks. Juda yaxshi, janob Fiks. Shubhasiz. Mana, o'qinglar. Endi tushundingizmi? Buyruqni bajarayotgandim. Sizlarga Fokni olib keldim. Sizlar uni o'rniga meni tutdinglar. Endi nima qilamiz, ha? Agar to'xtatmasak, Fok Gretsiyaga yetib oladi. Keyin Lord Maysni juda jahli chiqadi. Rejangiz bormi? Rejam bormi? Rejam bormi? Bilishni istasangiz rejam yo'q. Oldin Fokni topish kerak. Tushunarlimi, ahmoqlar? Uni qayerdan qidiramiz? Ana u yoqdan, Argo degan yelkanli kemadan. Ioniya dengizi pasporti. Dunyodagi eng ajoyib va mashhur dengizlardan bittasi. Mashhurmi, janob? Ha, mashhur. 1000 yil oldin qadimgi greklar yangi yerlar qidirib mana shu suvda suzishgan. Keyinroq qadimgi rimliklar Gretsiyani zabt etish uchun mana shu suvda suzishgan. To'g'riga suzsak, ajoyib Itako oroli bor. Unda Odissey hukmronlik qilgan. Bu dengizdan butun boshli armiyalar suzib o'tgan. Endi bu yer tinch osuda. Fiksni nayranglarni unutsa ham bo'ladi. Qarang, yana bitta kema. Bizni quvib yetmoqchiga o'xshaydi. Qaroqchilar! Qaranglar, bizga qarata o'q uzishyapti. Kapitan, nima qilmoqchisiz? Kapitan? Kapitan! Qayoqqa ketdingiz? Hoy, Argodagilar! Taslim bo'linglar! Qaroqchilar hujum qilishyapti. Dengizchilar qochib ketishdi. Biz tamom bo'ldik, janob. Bema'ni gap. Oldindan qiyinchiliklardan qo'rqadigan odam shubhalanib imkoniyatni boy beradi. Kemani o'zimiz boshqaramiz. Axir biz bilmaymiz-ku, janob. Qo'llamani ber, o'qib o'rganib ketaveramiz. Men shturolda bo'laman, Toto bilan kelangiz, yelkanlarga qaraysiz. Grod Bramselni ko'taring. Bramsel, Bramsel. Qo'yvor, qo'yvor. Yordam bering. Kliverni bur. Kliver, nima u? Nima u? Voy, yordam bering. Qutqaringlar. Tushuntirib beringlar. Bu nima qilganingiz? Qaroqchilik qonunga xilof ish. Nahotki qo'lga tushdingiz, janob Fok. Qutqaringlar. Janoblar, xush kelibsiz. Biz dengiz sayohatiga ketyapmiz. 80 kunga. 80 kunga? Bu Fiksni nayranga aniq bilaman. To'g'ri aytasan, og'ayni. Fiks? Ha, ayyor Fiks. Sherigim aytganidek dengiz safariga ketyapmiz. Shunday ekan, Gretsiyani ko'rmaysan, Fok. Dunyoni aylanishni-ku o'ylamay qo'ya qol. Uni zanjir bilan mashtaga bog'lab qo'yamiz. Meni nima qilasizlar? Senga ham bir nima o'ylab topamiz. Yana bir kishilik go'sht bilan kartoshka yunga. Juda mazali. Endi esa hamma tarelkalarni yuvib qo'y. Yaraqlab tursin. Keyin menga desert olib kelasan. Janob Fok. Sekin. Sakvoyajni top pasportu. Ochiqchini ol. Zanjirni qulfini och. Uni qayerdaligini bilmayman. Ana u. Qaroqchilar uni ham olib qo'yishgan. Faqat uzoqroqqa qo'yishibdi. Endi nima qilaman, janob? Qaytib borishim kerak. Bo'lmasa meni qidirib kelishadi. Yo'q. Hozir ikkalamiz ko'milamiz. Ortimdan yur.
Oho, shunaqa chuqur joyda cho'milamizmi? Mening hisobimga ko'ra, kichikroq bir orolga yaqin joydamiz. Kemadan orolga qanday yetib olamiz, janob? Suzib paspartu. Qani? Bo'la qol. Uzoq suzolmaymiz. Balki u yerda orolning o'zi yo'qdir. U yerda akulalar bo'lsa-chi, janob? Tamom bo'ldik. Qutulib keta olmaymiz, janob. Oldindan qiyinchiliklardan qo'rqadigan odam shubhalanib imkoniyatni boy beradi. Paspartu qani? Ey, shirinlik qani? Yomon yunga bo'ldi-ku. Yunga, qayerdasan, dangasa? Biror yerda xurrak yotayotgandir-da. Yoki qornini to'ydirayotgandir. Ular yo'q. Fok ham, paspartu ham yo'q. Ular qochib ketishibdi, ovsarlar. Fok zanjirdan qutulibdi. Ikkalasi qochib ketibdi. Balki shunchaki bort ortiga sho'ng'ishgandir. Cho'milmoqchi bo'lishgan deysanmi? Unda cho'kib ketishgan. Bu yerdan quruqlikkacha suzib borish olmaydi. Tezroq ularni qidirishimiz kerak. Nega? Qayerda bo'lishsa ham bizga baribir. Gretsiyaga yetishmasa bo'lgani bunaqa uzoqqa suzib borisha olmaydi. Menga ishonaver. Lekin men topshiriqni bajarmadim. Ularni quvib yetishim kerak. Bu gapni eshitdingmi, og'ayni? Bu ularga albatta quvib yetish kerak ekan. Unday bo'lsa, unga yordam berishimiz kerak. Yo'q, kerak emas, kerak. Ha, unday qilmanglar, yo'q. Voy, yetib keldik, janob Fok. Quruqlikda turish qanday yaxshi-a? Bu o'sha senga aytgan orolim. Lekin baribir Gretsiyadan ancha uzoqdamiz-a? Qanday qilib poyezdga yetib olamiz, janob? Hali vaqt bor, paspartu, lekin juda oz. Sakvayjdan jadvalni olgin. Shunaqa deb o'ylagandim. Yaqinda bu yerdan 2 kilometr naridan Gretsiyaga boradigan kema o'tadi. 2 kilometr? Xudoyim, bizga bu kemadan nima foyda? 2 kilometr suzolmaymiz-ku. Lekin kemaga tushamiz. Yur, nima qilishni aytaman. Ana u yana nimalarnidir rejalashtirishyapti. Yaqinda uni ta'sirini berishimni bilmaydi-da. Oho, bu murakkab qurilma qanday ishlaydi, janob? Juda oddiy ishlaydi, paspartu. Daraxtni ma'lum bir burchak ostida egib, keyin keskin qo'yib yuborib, uning ustidagi narsani kerakli joyga irg'itib yuboramiz. Aytmoqchisizki, uni ustida biz bo'lamizmi? Ha? Juda to'g'ri. Lekin uni kim qo'yib yuboradi? Biz bir vaqtda ham tepada, ham pastda bo'la olmaymiz-ku. Hech nima qila olmaymiz, janob Fok. Oldindan qiyinchiliklardan qo'rqadigan odam shubhalanib, imkoniyatni boy beradi. Qani shamni ber, paspartu. Shammi? Hali qorong'i tushmadi-ku. Bu sham bilan arqonni yoqamiz. Qara. Biz tayyorlanamiz. Lekin oldindan shamni yoqamiz. Arqon yonganidan keyin daraxt darrov tiklanadi. Bizni havoga otadi, kerakli joyga borib tushamiz. Rejalari shunaqa ekanda, janob Fix. Endi nima qilmoqchisiz, janob Fix? Ular o'zlarini Gretsiyaga otishmoqchi ekan, nega men ham shunday qilmasligim kerak? To'g'ri aytasiz, janob Fix. Lekin siz bu ishni vaqtliroq qilsangiz ham bo'ladi. Shunday qilib ulardan oldinroq borasiz. Nima dedingiz? Yaxshi fikr, janob Fix. Unda ularning qo'nishlariga surpriz tayyorlab qo'yaman. Bo'lmasa shoshiling, janob Fix. Bardam bo'l, paspartu. Hozir uchib borib kema bortiga qo'namiz. Hisob juda aniq olinishi kerak, bo'lmasa suvga qulaymiz. Meni tushunyapsanmi? Ha, hammasini aniq hisoblagansiz deb umid qilaman. Yaxshi qolinglar. La. Men Gretsiyaga sizlardan oldin boraman. U Gretsiyaga boraman dedi, janob Fok. Biz kemaga tushib qolmoqchiligimizni bilmayapti.
orqamdan ergashib kelishyapti. Men birinchi bo'lib Gretsiyaga boraman. Ularga syurpriz tayyorlayman. Yumshoq qo'ninglar. Shundoq kema kursi bo'yicha. Aniq jadval bo'yicha. Nima gap? Ha? Men yiqilyapmanmi? Hali yergacha juda uzoq-ku. Nima bo'lyapti, ha? Voy! Gretsiyaga yetguncha choy ichib olmaysizlarmi, janoblar? Ichamiz. Choy ichadigan vaqt bo'ldi. Ha, janob Fok, bu safar menga yaxshi dars bo'ldi. Oldindan qiyinchiliklardan qo'rqadigan odam shubhalanib imkoniyatni boy beradi. Lekin boshqa tomondan o'ziga ortiqcha ishonish katta xatoga olib kelishi mumkin. Afsus. To'g'ri aytasan, Paspartu. Ssenariy muallifi Chase Stone, bastakor John Sandstone, rejissyor Leif Grant, prodyuser Walter Jack Hacker. Film Yoshlar teleradio kanalida o'zbek tiliga o'girildi. Around the world in 80 days, so Pug may marry Linda Mays. Around the world with Passepartout!